Yo'l harakat qoidasi bo'yicha mana birinchi biletdan boshlayapmiz. Birinchi biletning birinchi savoli mana qaysi avtomobil haydovchisi bu belgi ta'sir oralig'ida to'xtashiga ruxsat etiladi degan savolga belgi kelyapti. To'xtash taqiqlanadi, lekin bundan nogironlar mustasno degan belgilar kelyapti. Demak, nogirondan tashqari avtomobillarga to'xtash mumkin emas degan ma'noni beradi. Значит, hozir nogiron taniqli belgisi bo'lgan avtomobilga to'xtashiga ruxsat etiladi degan javobni olyapmiz. Qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanish ruxsat etiladi degan savolga mana buyuruvchi belgi turibdi. Faqat to'g'riga degan belgi kelyapti. Faqat to'g'riga degan belgi avtomobillarda to'g'riga hamda o'ng tomondagi yondosh hududga kirishiga ruxsat beradi. Demak, hozir mana transport vositasi G ga, ya'ni to'g'riga yoki bo'lmasa o'ng tomonga yondosh hududga kirishiga mumkin. A bilan G yo'nalishlariga harakatlanish ruxsat etiladi degan javobni bosamiz ekan. Tibbiyot qutichasi o't o'chirgich bo'lmagan qanday transportdan foydalanish taqiqlanadi? Demak, har qanday transport vositasida tibbiyot qutichasi va o't o'chirgich bo'lishi kerak. Yengil avtomobilda ham, avtobusda ham, yuk avtomobilda ham. Demak, barcha transport vositalarida bo'lishi kerak ekan nimalar? Xo'p, chorrahani birinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu yerda biz o'ng qo'l qoidaga amal qilamiz. O'ng qo'l qoida, ya'ni transport vositalari o'ng qo'lidan kelayotganga yo'l bersa, o'ng qo'li bo'sh transport vositamiz birinchi bo'lib harakatlanish huquqiga ega. Demak, hozir ko'k yashil avtomobil chorrahadan birinchi o'tib ketsa, ko'kman qizil ikkinchi, sariq oxirgi o'tadi. Bizdan chorrahadan birinchi kim o'tadi degan savol kelyapti. Demak, yashil avtomobil deb javob beramiz ekan. Harakatlanish taqiqlanadi. Tartibga soluvchi qo'lini ikki tomonga cho'zib tursa yoki bo'lmasa pastga tushirgan holatda turadigan bo'lsa, ikkalasi bir xil ma'noda beradi. Oldidan hamda orqasidan kelayotgan transportlarga harakat taqiqlanadi. O'ng yelka, chap yelkasidan kelayotgan relsiz transportlarga to'g'riga va o'ngga harakatlanishga ruxsat etiladi. Oldidan orqasidan kelayotgan avtomobillarga harakat taqiqlansa, yashil bilan oqqa taqiqlanyapti. To'g'riga o'ngga ruxsat berganligi uchun o chapga burilayotgan ko'kka ham taqiqlanyapti. Bizdan harakat taqiqlanadi desa, ko'kka, yashilga, oqqa deb javob beramiz ekan. Ko'k, yashil, oq avtomobillarga. Qaysi transport vositasini haydovchisi chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi? Chorrahada svetoforni qo'shimcha seksiyasi qizil bilan yongan bo'lsa, qizil bilan seksiya yongan yo'ldagi transport vositalari ikkinchi darajali yo'lda hisoblanadi. Bu yerdan kim chiqishidan qat'iy nazar, u transport vositasi yo'l berish kerak. Demak, hozir qo'shimcha seksiyani qizil bilan yongandan tramvay chiqyapti. Tramvay haydovchisi yo'l bersa, har ikkala avtomobil va avtobus haydovchisi birinchi o'tish huquqiga ega. Birinchi o'tish huquqiga kim ega desa, avtomobil va avtobus haydovchisi deb javob beryapmiz. Bu joyga to'xtab turishga ruxsat etiladimi degan savol kelyapti. Demak, bu joyda o'rtada sidirga chiziq bo'lsa yoki bo'lmasa ajratuvchi mintaqa bo'lsa, uch tomonli chorrahalarda yondosh yo'lga qarshi to'xtasa ham, to'xtab tursa ham bo'laveradi degan qoida bu. Demak, bunga amal qilib biz yuk avtomobili to'xtab turishi ruxsat etiladi deb javob beramiz ekan. Haydovchi harakatni boshlashdan oldin qanday amalni bajarish kerak? Yo'l chetiga to'xtagandan so'ng haydovchi harakatni boshlashdan oldin boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilsa, ine harakatni boshlash kerak degan. Demak, boshqa ishtirokchilarga xalaqit bermaslik degan javobni olyapmiz. Umurtqa pog'onasini ko'krak soha shikastlangan yarador transport vositasida qanday tashiladi dedi. Demak, umurtqasi shikastlangan odamni qattiq taxtaga orqasidan yotgan holda olib ketiladi. Yo yonbosh yotkizib bo'lmaydi, yoki bo'lmasa yumshoq to'shamaga yotkizib bo'lmaydi. Qattiq taxtada orqasidan yotgan holda deb javob beryapmiz. Bu taniqli belgi bilan belgilangan transport vositasi. Demak, transport vositasi O'zbekistonda bitta tirkama bilan uzunlik 20 metr ruxsat berilgan bo'lsa, bu transport vositasi 20 metrdan uzun bo'lgan transportlarga qo'yiladi. Misol, mana biz bitta tirkama uladik, mashinamizning uzunligi 22 metr bo'lib qoldi. Endi mana shu 22 metr emas, 26 metr bo'lsa qo'yiladi degan belgi emas bu. Ya'ni 20 metrdan oshgan transport vositalariga bu belgi qo'yiladi.
uzunligi yuki bilan yuksiz 20 metrdan ortiq bo'lgan transport vositasiga o'rnatiladi degan javob to'syapmiz. Yoqilgan zarg'aldor rangli chiroq mayoqcha harakatlanish uchun imtiyoz beradimi deyapti. Transport vositalarini zarg'aldor chiroq mayoqchasi bo'lishi mumkin, yo ko'k qizil chiroq mayoqcha bo'lishi mumkin. Ko'k qizil yoki bo'lmasa ko'k chiroq mayoqcha qilgan transport vositalariga imtiyoz beriladi. Zarg'aldor rangli chiroq mayoqcha demak transport vositalarining qanaqa turiga qo'yiladi? Yo'l xizmati mashinalariga, ko'cha supuradigan, suv sepadigan, axlat oladigan shunaqangi mashinalarga qo'yiladi. Yo'l xizmat mashinalari qo'yilganligi uchun bularga imtiyoz berilmaydi. Imtiyoz beriladimi desa, yo'q deb javob beryapmiz. Quyidagi belgilar qaysi yo'nalishga harakatlanishga ruxsat beradi deyapti. Belgi harakat taqiqlanadi chapga deyapti. Demak, chapga yo'nalishni ko'rsatyapti, chapga harakat taqiqlanyapti. Bu transport vositamiz to'g'riga, o'ngga va qayrilib olishga ketishi mumkin. Faqat chapga yurmaydi xolos. To'g'riga, o'ngga va qayrilib olishga degan javob qo'yayapmiz. Mazkur chiziq nima haqida ogohlantiradi? Demak, yo'limizda stop degan yozuv kelyapti. Demak, bu stop yozuvdi. Choraqa oladigan bo'lsak, choraqada to'xtash chizig'i kelyapti. 8 qirralik to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi degan belgi kelyapti. Choraqaga yetmasizdan oldin stop degan yozuv asfaltga yozilyapti. Demak, asfaltga yozilgan stop degan yozuv to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi degan belgi bilan to'xtash chizig'iga yaqinlashayotganligingiz haqida ogohlantiruvchi chiziq hisoblanadi. To'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi belgisi bilan birga qo'llangan to'xtash chizig'iga yaqinlashayotganligingizni bildiradigan yozuv ekan bu. Avtomagistralda quyidagilar taqiqlanadi. Ajratuvchi qayrilib olish, ajratuvchi mintaqalarni texnologik uzilish joylariga kirish taqiqlanadi. Orqaga harakatlanish taqiqlanadi. To'xtab turish, dam olish joylaridan tashqari joylarga to'xtash ham taqiqlanadi. Demak, barcha sanab o'tilgan hollar deb javob bosyapmiz. Qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega deyapti. Demak, tartibga soluvchi qo'lini o'ng tomon oldiga cho'zib turadigan bo'lsa, o'ng yelkasi bilan orqasidagi harakat taqiqlanadi. Demak, hozir o'ng yelkasidan kelayotgan yuk avtomobili bilan avtobusga harakat taqiqlandi. Oldidan kelayotgan mototsiklga faqat o'ngga mumkin xolos. Yengil avtomobil to'g'riga o'ngga harakatlanishi mumkin. Bizda to'g'riga harakatlanishi mumkin degan savolga faqat yengil avtomobilga degan javob bosyapmiz. Qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berish kerak deyapti. Demak, transport vositalari tramvay haydovchisi svetoforni qizili bilan birga yongan qo'shimcha tarmoqdan chiqyapti. Demak, qo'shimcha tarmoqdan chiqayotgan transport vositasi yo'l beradi deb aytdi. Ikkinchi darajali yo'lda dedi. Demak, hozir birinchi bo'lib yengil avtomobil o'tsa, tramvay haydovchisi yo'l berish kerak ekan. Kim yo'l beradi degan savolga tramvay haydovchisi deb javob beryapmiz. Transport vositasi orqaga harakatlangan paytda qanday talabni bajarish kerak? Orqaga harakatlangan transport vositasi haydovchisi boshqalarning xavfsizligini ta'minlash kerak. Harakat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lib qolgan hollarda biror bir shaxsiy yordamidan foydalanishi mumkin ekan. Qarama-qarshi yo'nalishga chiqish qachon taqiqlanadi deyapti. Mana qaranglar. Demak, hozir ikki tomonga harakatlanish uchun 4 ta bo'lak berilib, o'rtada uzuk-uzuk chiziq bo'lgandan qat'iy nazar, ikkita bu tarafga qarama-qarshi yo'nalishga ruxsat berilganligi uchun bu yerda hozir qarama-qarshi tomonga chiqish taqiqlanadi. O'rtadagi chiziq uzuk-uzuk bo'lgan taqdirda ham qarama-qarshi tomonga chiqish taqiqlanadi. Endi o'rtaga ikkitalik sidirga chiziq chizib turib 4 ta bo'lak bergan bo'lsa ham, bunda ham qarama-qarshi tomonga chiqish taqiqlanadi. Tushunarli-a? Demak, hozir ikki tomonga harakatlanish uchun 4 ta undan ko'proq tasmali yo'llarda ham, ikkitalik sidirga chiziq bilan ajratilgan 4 ta bo'lakli yo'llarda ham qarama-qarshi tomonga chiqish taqiqlanar ekan.
Qaysi hollarda egri yo'l bo'ylab harakatlanganda avtomobil turg'unligi ta'minlanadi. Demak, xavfli burilishda burilayotgan paytda transport vositasini uzatma ulangan holatda ushlashimiz kerak. Uzatmani ajratib oladigan bo'lsak, avtomobilni boshqarish qiyinlashib qoladi. Tezlashib ketadi, qiyinlashib qoladi. Shuning uchun uzatma ulangan holatda degan javobni olyapmiz. Qaysi sharoitda transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi? Gidravlik tormoz sistemasidan suyuqlik oqayotgan bo'lsa, har bir tormoz bosgan paytimizda suyuqlik kamayadigan bo'lsa, ma'lum vaqtdan keyin suyuqlik kamayib ketib, tormoz ushlamaydigan bo'lib qoladi. Demak, bunda taqiqlanyapti. Ish tormoz ishlamasa, ish tormoz, oyoq tormozimiz ishlamayotgan bo'lsa ham transport vositasidan foydalanishimiz taqiqlanar ekan. Kompressor pnevmatik tormoz tizimida o'rnatilgan bosimni ta'minlamayapti. Demak, kompressor mana yuk avtomobillarimizda 7 atmosfera berish kerak. Aytaylik 3,5 atmosfera yo 4 atmosfera berayotgan bo'lsa ham, demak bundan foydalanish mumkin emas. Tormoz ushlamay qolishi mumkin. Shuning uchun barcha sanab o'tgan hollarda transportdan foydalanish taqiqlanar ekan. Haydovchi yo'lakay yo'nalishda kimga transportni taqdim etish kerak deyapti. Mana yo'l harakat qoidasida yozib qo'yilgan, haydovchi quyidagilarga majbur deganda yo'lakay yo'nalishda ketayotgan tibbiyot xodimlariga yordam ko'rsatishga majbur degan qoidasi bu. Shuning uchun tibbiyot xodimlariga deb javob beramiz ekan. Qaysi yo'nalishga harakatlanish ruxsat etiladi? Harakatlanish faqat to'g'riga degan belgi faqat to'g'riga ruxsat beradi va o'ng tomondagi yondosh hududga ruxsat beradi. Demak, A bilan B ga harakatlanish ruxsat etilar ekan xolos. Qaysi belgi qarama-qarshi harakat ustunligini bildiradi deyapti. Demak, qaranglar, hozir mana bu belgida biz tomondagi strelka qizil turibdi. Demak, qizil strelka tomondagi transport vositasi yo'l berish kerak. Bu belgida demak qarama-qarshi harakat ustun. Bunisida qarama-qarshidagi qizil turibdi, biz qarama-qarshiga nisbatan ustunmiz. Demak, bunda hozir qarama-qarshi harakat ustunligini ikkinchi belgi ko'rsatyapti. Qaysi belgi aholi punktlarida harakatlanish talabini belgilaydigan talablar bekor qilingan joyni ko'rsatadi deyapti. Demak, aholi yashaydigan joy tugagan joyni ko'rsatadigani 4-belgi. Ya'ni aholi yashaydigan joydagi qonun qoida kuchga kirgan joy tugaganini 4-belgi ko'rsatadi. Demak, biz 4-belgini ko'rsatishimiz kerak ekan. O'ngga burilishda ushbu belgi bilan belgilangan tasmaga o'tishingizga ruxsat beriladimi deyapti. Mana qarang. O'ngga ko'cha bor ekan va A bo'lagi bor ekan, ya'ni avtobusni bo'lagi. 5-9 belgisi qo'yilyapti mana. 5-9 belgi hozir ko'rgan belgimiz. Demak, A bo'lakka biz faqat o'rtadagi chiziq uzuk-uzuk bo'lsa, kirib o'ngga burilishimiz mumkin. Uzuk-uzuk emas, sirga bo'ladigan bo'lsa, u bo'lakka o'tishimiz taqiqlanadi. Agar tasma qolgan harakat qismidan yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, ya'ni sidirga chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, o'tishimizga ruxsat etilar ekan. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda kesib o'tadilar deyapti. Demak, qo'shimcha tarmoqdan, ya'ni qizil bilan birga yongan qo'shimcha tarmoqdan chiqayotgan transport vositalari ikkinchi darajali yo'lda hisoblanadi dedik. Demak, hozir birinchi bo'lib yengil avtomobil o'tib ketadi, keyin qo'shimcha tarmoqdan chiqayotgan transport vositalari harakatlanadi. Yengil avtomobil, tramvay va avtobus bir vaqtda ketaverar ekan keyin. Avtomobilning qaysi g'ildiragi sirpanib tormozlashga ko'proq moyil bo'ladi deyapti. Demak, biz tormoz bosganimizda birinchi ushlaydigan g'ildirak bu orqa g'ildirak. Ya'ni suyuqlik ham, havo ham birinchi orqa g'ildirakka borib tormozlanadi. Demak, ko'proq sirpanadigani ham orqa g'ildirak hisoblanadi. Faraz qiling, mana velosipedda ketyapsiz. Velosipedni tormozni bosishdan oldin oldingi g'ildirakni tormozini bosib yubordingiz. Nima bo'ladi? Odam yiqiladi. Demak, birinchi ushlaydigan orqa g'ildirak hisoblanib turib, orqa g'ildirak ko'proq sirpanar ekan. Demak, orqa g'ildirak ko'proq sirpanadi deb javob beryapmiz. Qaysi transport vositasini qatnov qismi chetiga ikki qator qilib qo'yish mumkin deyapti.
qatnov qismi chetiga har qanday transportni ikki qator qilib qo'yib bo'lmaydi. Faqat ikki g'ildirali transportlarni ikki qator qilib qo'yish mumkin. Bunga mana kajava mototsikllar, mopedlar va velosipedlarni misol keltirishimiz mumkin ekan. Qo'l jarohatlanganda kiyim qay tartibda kiydiriladi deb. Misol chap qo'l jarohatlangan bo'lsa, kiyimni birinchi chap qo'lga kiydirib olib turib, soq qo'lni ko'tarishimiz mumkin. Lekin soq qo'lga kiydirib turib, kasal qo'lni ko'tarishimiz qiyin. Shuning uchun jarohatlangan qo'lga birinchi kiydirilib, so'ng soq qo'lga kiydiriladi degan javobni olyapmiz. Yuk transport vositasiga shunday joylashish kerakki, demak, transportga joylashtirilgan yuk shovqin solmasligi kerak, chang ko'tarmasligi kerak, atrofda iflos qilmasligi kerak. Misol uchun mana chachiladigan, changiydigan yuklarni tepasiga berzent olib ketilyapti hozir. Ya'ni atrofda iflos qilmasin, chang etmasin, boshqalarga xalaqit bermasin degan maqsadda. Shuning uchun transport vositasiga joylashtirilgan yuk shovqin solmasligi, chang ko'tarmasligi, atrofda iflos qilmasligi kerak. Mazkur yo'l belgisi nimani bildiradi deyapti? Bu belgi piyodalar o'tish joyini bildiradi. Yo'lni piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini. Tepada mana yo'lda trotuar bo'lgan qism, trotuar yo piyoda o'tish joyi deyapti. Trotuarda hech qanaqa belgisi bo'lmaydi. Demak, piyodalar o'tish joyini belgisi bo'ladi. Demak, piyoda o'tish joyi deb javob beryapmiz. Qaysi transport vositasi to'xtab turishiga ruxsat etiladi deyapti. Belgi nima deyapti? To'xtab turish taqiqlanadi yuk avtomobiliga deyapti. Demak, yuk avtomobiliga to'xtab turish taqiqlanadi. Yengil avtomobil va mototsiklni to'xtab turishiga ruxsat etilar ekan. Yengil avtomobil hamda mototsiklga deb javob beryapmiz. Ushbu yo'l belgisi nima haqida ogohlantiradi? Demak, yo'limizda bir izli temir yo'l kesishmasi borligini bildiryapti. Demak, bu temir yo'l kesishmasi shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasidan iborat ekan. Shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasi borligidan deb javob beryapmiz. Yashil avtomobil chorrahadan nechinchi bo'lib o'tadi? Mana yashil avtomobil. Yashil avtomobil hozir chapga burilyapti. Svetofor ishlayotgan paytda imtiyoz belgilari kuchini yo'qotadi degan qoida bor. Ya'ni imtiyoz belgilariga amal qilinmaydi, svetoforga amal qilinadi. Svetoforda to'g'riga ketayotgan transport birinchi ketsa, chapga burilayotgan ikkinchi ketadi. Demak, yashil avtomobil haydovchisi chorrahadan ikkinchi bo'lib o'tar ekan hozir. Qaysi transport vositasi harakatlanishiga ruxsat etiladi? Tartibga soluvchi qo'lini tushirgan holatda turibdi. Oldidan kelayotgan hamda orqasidan kelayotgan transportlarga harakat taqiqlanadi. Demak, hozir avtobus bilan mototsiklga harakat taqiqlanadi. 10 yelka chap yelkasidagi transport vositalariga to'g'riga 10 ga harakatlanish mumkin. Chapga burilayotgan yuk avtomobilga harakat taqiqlanadi. Demak, harakat faqat yengil avtomobilga ruxsat etiladi xolos degan javobni olyapmiz. Qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berish kerak deyapti? Aytib o'tganimizdek, qizil avtomobil svetoforni qizili bilan birga yongan qo'shimcha seksiyadagi transport vositasi ikkinchi darajali yo'lda hisoblanadi. Hozir yo'l berish kerak avtomobil haydovchisi. Ikki tomonlama harakatlanadigan 3 tasmali yo'lda siz o'ngga burilishingiz zarur. Qaysi tasmadan amalga oshirasiz deyapti. Aytaylik, ikki tomonga harakatlanish uchun 3 ta tasmali yo'l. Bu bo'lak bu yoqqa, bunisi qarama-qarshi tomonga. O'rta bo'lak zaxira bo'lak, ya'ni zapas hisoblanadi. Bu tasmadan biz chiqadigan bo'lsak, quvib o'tishga, aylanib o'tishga, chapga burilishga, qayrilishga o'rta tasmani egallashimiz mumkin. Bizdan hozir o'ngga burilish deyapti. Demak, o'ngga burilayotgan haydovchi faqat o'ng tasmadan amalga oshiradi burilishni. Demak, qaysi tasmadan amalga oshirishingiz mumkin desa, faqat o'ng tasmadan deb javob beramiz ekan. Qaysi joylarda transport vositasini yo'l chetiga burchak ostida qo'yish mumkin deyapti. Transport vositasini har qanday yo'lda burchak ostida qo'yib bo'lmaydi. Ya'ni transport vositasini burchak ostida degani bunaqa burchak ostida qo'yish to'g'risida gap ketyapti. Burchak ostida xohlagan joyingizga qo'yishga haqqingiz yo'q.
Lekin qatnov qismini kengaygan joyi bo'lib, ya'ni to'xtab turish joyi emas, kengaygan joy bo'lib turib, boshqalarga xalaqit bermaydigan joy bo'ladigan bo'lsa, transport vositasini yo'lni chetiga burchak ostida qo'yishga ruxsat etiladi. Qatnov qismini kengaygan joyi bo'lib, boshqalarga xalaqit bermaslik sharti bilan qo'yishga ruxsat berilar ekan. Suyak singanda qatirib bog'lash uchun shina sifatida foydalanishingiz mumkin. Shina degani bu qattiq jism. Ya'ni suyak singanda, qo'l yoki bo'lmasa oyoqda suyak singanda qattiq jism qo'yishimiz kerak. Bu qattiq jism taxta bo'lagi deb olinadi. Kunni qorong'u vaqtda sun'iy yoritilmagan yo'llarda yetarli ko'rinmaslik sharoitida orqa gabariti chirog'i bilan yonmaydigan orqa gabarit chirog'i bilan to'xtab turish, ta'minlash joyiga borishga ruxsat etiladimi deyapti. Faraz qiling, mana transport vositamizni orqadagi gabarit chirog'i yonmaydi. Bu transport vositasi harakatlanib ketayotganda ham buni ko'rmaydi boshqa mashinalar. Tez kelgan mashina bundan to'qnashib ketishi mumkin. Shuning uchun bu transport vositasini orqa gabarit chirog'i yonmaydigan bo'lsa, borish taqiqlanadi deb javob beramiz ekan. Sanab o'tilgan hollarning qaysi birida haydovchi o'z transport vositasini ichki ishlar organi xodimiga ixtiyoriga berish kerak deyapti. Ichki ishlar xodimini kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda biz transport xizmati ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni ularda xizmati bilan bog'liq bo'lsa, yordam ko'rsatishimiz kerak. Kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarish uchun deb javob beryapmiz. Qaysi transport vositasi haydovchisi birinchi navbatda o'tish huquqiga ega deyapti. Belgi turibdi, ro'para harakat ustunligi, ya'ni ro'paradan kelayotgan transport vositasi sizga nisbatan ustun deyapti. Yuk avtomobiliga belgi qo'yilyapti. Ro'para harakatga nisbatan siz imtiyozga egasiz degan belgi qo'yilyapti. Yo'li to'siq bo'lsa ham hozir yuk avtomobiliga ustunlik bergan belgi qo'yilgani uchun yuk avtomobil birinchi o'tadi. Birinchi harakatlanish huquqiga yuk avtomobil haydovchisi ega deb javob beryapmiz. Qaysi belgi transport vositasini belgida ko'rsatilgandan kam orali masofada harakatlanishni taqiqlaydi? Demak, kam orali masofa, ya'ni belgida ko'rsatilgandan kam orali masofada harakatlanishda 3-belgi taqiqlayapti. Mazkur holatda avtobus haydovchisi chorrahaga kirishiga ruxsat etiladimi? Yashil chiroq yonib turibdi, lekin trolleybusda simi chiqib ketgan. Trolleybus joyidan jilmasdan burun uni orqasiga chiqib to'xtaydigan bo'lsa, transport vositasi bu yoqqa yashil yonsa, bularni yo'ldan to'sib qo'yishi mumkin. Shuning uchun hozir chorrahaga chiqishi taqiqlanadi deb javob beramiz ekan. Ko'rsatilgan vaziyatda qaysi tasmadan o'ngga burilish lozim? Demak, transport vositasini o'ngga burilish uchun A bo'lak, ya'ni belgilangan yo'nalishli transportlarda bo'lagiga uzuk-uzuk chiziq qo'yibdi. Ya'ni 1-11 chiziq chizilgan. Demak, bu tomonga hozir uzuk-uzuk tomondan A bo'lakka o'tib turib, keyin burilish kerak ekan. Qaysi tasmadan burilasiz desa, faqat A chiziq bilan belgilangan tasmadan deb javob beramiz ekan. Tartibga soluvchining ushbu ishorasi nimani bildiradi deyapti. Tartibga soluvchi qo'lini oldiga cho'zib turadigan bo'lsa, o'ng yelkasi bilan orqasidan kelayotgan transportlarga harakat taqiqlanadi. Oldidan kelayotgan transportlarga o'ngga, chap yelkasidagilarga barcha yo'nalishlarga deyilgan. Demak, hozir ko'k, qizil, yashilga ruxsat etilyapti, sari bilan oqqa taqiqlanyapti. Ko'k, qizil, yashil avtomobillarga harakatlanish ruxsat etiladi, sari bilan oqqa taqiqlanadi degan javobni osyapmiz. Aholi punktidan tashqarida yengil avtomobilning yuqori tezligi. Aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillarning tezligi 100 km dan oshmasligi kerak. Demak, O'zbekistonda eng yuqori tezlik 100 ruxsat berilyapti ekan. Chorrahada aylanma harakat tashkil qilingan. Siz harakat yaqinlashib kelayotgan chorraha ikkita harakatlanish bo'lagiga ega. Chorrahaga kirishda burilish uchun siz qaysi bo'lakni egallashingiz mumkin deyapti. Demak, siz hozir o'ngga burilmoqchi bo'lsangiz, o'ng tasmani, chapga burilmoqchi bo'lsangiz, chap tasmani egallashingiz mumkin. Demak, har ikkalasini ham egallash mumkin. O'ngda ham, chapda ham degan javobni osyapmiz.
Siz qiyalikda svetoforni ruxsat beruvchi ishorasini kutib to'xtadingiz. Bunda avtomobilni joyida tutib turishning eng yaxshi usuli. Demak, balandlikda svetoforda qizil chirog'iga kelib to'xtadik. Demak, biz hozir to'xtab turish tormozidan foydalanamiz. Endi haligi javobni o'qiyotgan paytimizda rushnoy tormoz, qo'l tormoz deb istab qolishi mumkin o'quvchilar. Bunaqa javob yo'q. Demak, to'xtab turish tormozi bor hamda ish tormoz bor. To'xtab turish tormozi demak, shu biz aytayotgan rushnoy tormoz. Ish tormoz oyoq tormozi. Demak, biz hozir to'xtab turish tormozidan foydalanamiz degan javobni olyapmiz. Qaysi hollarda velosipedchilar qatnov qismining o'ng chetidan chiqishiga yo'l qo'yiladi? Demak, velosipedchi qatnov qismining chetida yuradi, o'ng chetida. Ular qachon o'rtaroqqa chiqishi mumkin? O'rta tasmaga. Demak, u chapga burilmoqchi bo'lsa, qayrilmoqchi bo'lsa chiqishi mumkin. Yuk ortib ketsa ham chiqib olmaydi. Demak, chapga burilish va qayrilish uchun egallashi mumkin degan javobni olyapmiz.